Qo'chqorovlar zamini fermer xo'jaligiga Qo'chqor akani oldiga kelganmiz. Assalomu alaykum, Qo'chqor aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Qo'chqor aka, siz necha gektar hozir joyingiz bor hozirgi kunda? 91 gektar. 91 gektar, ha? Avtopilotni o'rnatganingizga qancha vaqt bo'ldi? Xudo xolasa endi 1 yil o'tdi, 1 yildan. 1 yilda o'tdi, ha? Qanaqa foydalanishni sezyapsizmi? Foydasi juda zo'r. Xudo xolasa shu avtopilotni egish vaqtida pulini chiqardik. Chunki qo'shni fermerlardan bir 50-60 gektar yerni ekdik, o'zimiz ham 50-60 gektar yerni ekdik. Rasxoti, yangi aytgandek, saylga rasxoti, aniqlik, aytdim-ku, asabiychilik alda olindi. Yana dalalar ko'rib tursiz. G'allan ichine, paxtan ichine g'alla ekkanmiz. Shuni bo'lsa ham qarig'i turibdi. Qarig'ini aniqligini qarang. Endi yerni ham avtopilotda haydagansiz, mana bu yerda ham avtopilotda haydadik. Endi qanaqa bo'lyapti? Haydash jarayoni qanaqa bo'lyapti? Aniqligi, undan tashqari haydovchi olayotgan qulayliklar qanaqa bo'lyapti? Shu haqida bitta aytib bersangiz. Shu avtopilotni shu chiroyli qilib tovaga savaradilar. Tovaga yerni surib ketadi. Lekin shu avtopilot ekranidan foydalanib konsertlarda ko'rib ketadilar. Bemalol ichida suvlarni ichib, kolalarni ichib. Shunday tarafına borgan vaqtida piliqni ko'tarib, aylantirib, yana tushirib yorasiz, o'zi ketaveradi. Aniqlik bilan ishlaydi. Sifati zo'r, Xudoga shukr. Shu bog'li charchamay, asabiylashmay, boshqa qilib yerlarda unumdorlik ochdi, rasxotga foydasi bo'ldi. Vaqtdan o'tasiz, kecha kunduzi farqi yo'q. Kechasi bo'lsa ham misol tavoman deb ko'zingiz charchab, odam ko'z charchagandan keyin ish koeffitsiyenti kamayib ketadi. Qarg'andan keyin borib dam olasiz. Agar avtopilot bo'lsa, ko'zi charchamagandan keyin qarab o'tirmaysiz-ku, tik qarab. Bemalol o'tirganingizdan keyin shu hisobini charchamaysiz, ko'proq ishlaysiz. Tushunarli. Qo'chqor aka, endi bitta savol beraman. Hozir shunaqa tarzda haydayapsiz. Jiyanga, bolalaringizga berib qo'yasiz. Skorost urib qaytarib qo'ysa bo'ldi. To'g'ri. Endi avtopilot o'rnatmasingizdan oldin qanaqa edi? Avtopilotni oldin o'rnatmasdan buni kechasini bir 10 lag'adan suratanglar, xardiq deb telefon ataylar. Xardiq damajaqmiz, ko'zimiz o'rib ketdi deb telefon ataylar. Hozir ozangadan ham telefon filan so'radilar. Bemalol surib, bir 15 gektar sursangiz bo'ldi, 2-3 kunda surishni tamomlaysizlar, qisqamay suravinglar desak ham, o'zlari zayli yo'q deb qaramay surib tashlaydilar. 2 kun ayildi, 1 kun ayildi surib tashlaydilar. Shu ne urgandam, shu namoz urgandam, misol tapda yanglishmaydi. Mala bosgandam shu chizil urgandam, eng asosiysi shu egishda chizil uradi-ku. Chizil urganda bilsangiz aylanib tap urarlar. Shu vaqtimda tapdan chiqmay bo'lsa ozgina yerda tapingiz qiyshiq bo'lsa, shundan keyin ham 2-3 metr aylanishingiz kerak. Bu avtopilotda bo'lsa tap xatolashmaysiz. Bu 0-0 chiqib boraveradi. Masalan 3 metr olgan bo'lsa, shu 3 metrga tuzib qo'ysa 3 metrdan uraveradi. Agar qo'lda urganingizda misol 280 yoki 270 yoki 2,5 metr o'tib uradi. Chunki xatolashib ketadi axir. Arqa avtopilotda xatolashmaydi. Ish unumdorligi oshadi. Ish unumdorligi oshgandan keyin vaqt qaytib, machachasi texnikalar. Vaqt qilgandan keyin rasxot kamayadi. Zo'r, tushunarli. Deylik, Qo'chqor aka, yeringizni eni 100 metr bo'ladigan bo'lsa, masalan, mana shu joyda oladigan bo'lsak, qancha 60 metr, 50 metr bor, to'g'rimi? 50 metrga avtopilotda necha marta borib keladi, avtopilotsiz necha marta borib kelishga to'g'ri keladi, taxminan. Misol 60 metr bo'ladigan bo'lsa, avtopilotda 3 metrlik chizil bo'lsa, 10 marta borib qaytadi. Bir bor kelganda misol 6 metr bo'lsa 10 marta. Agar avtopilot bo'lmasa, misol 2,5 metr, 270 metr olib beradigan bo'lsa, 10 emas 14 marta borib keladi. Odamda 10-15% vaqtni oladi-da, misol. Vaqtni keyin masalan 10 marta borib keladigan joyingizga 14 marta borib keladigan bo'lsangiz, shu 40% gacha rasxodingiz ko'payadi. 40% bo'lmasa 30%. Kamida 30%. Rasxodingiz ko'payapti, u ham sizga qanchadir zarar. Undan tashqari jarayondagi asabiylik, anaqa tekis borib kelish, yana rasxod ko'payadigan joyi boya aytdingiz, tekislash jarayoni, mola tortganda dedingizmi? O'shani ham bitta aytib o'ting, qanaqa bo'ladi? Shu avtopilotdan oldin qanaqa edi, avtopilot bilan qanaqa bo'ladi? Moladan tu xuddi chizildi.
yana aytganda shu 60 metrga uradigan bo'lsa, misol mal alarimizda 4 metr. 4 metrda 7 marta borib kelib turib yana bir boradi. Mala misoldan avtopilot bo'lmasa, uni ham shu yarim metr mindirib berasiz. 7 borib keladigan yerga misol 10 borib keladi. Yer bir tapqa keladi-da, misol paxta yetishtiradigan tayildan yer bir tapqa keladi. Misol bizlarda yerimizda shunday, kechasima yerni tayyorlash kerak, kuni bilan ekish kerak. Kuni bilan yer buni so'q yer bo'lgandan keyin nima qilib bo'lmaydi-da, ochib qo'yib bo'lmaydi, chizillab. Shuning uchun ko'proq kunda kamida mesela 10 gektar emas, 15 gektar, 20 gektar yer tayyorlash kerak bir kechada. Kechasini ishlagandan keyin avtopilot bo'lmasa, yanglishasiz kechda. Bizlar shuning uchun asosiy shuning uchun kerak-da. Kechasi bilan ishlaydilar, umuman avtopilotda aytganda 10 gektar, 20 gektar yer tayyorlaydilar. Malla tortganda, masalan, deylik, avtopilot bilan 10 marta borib keladigan joyingizga, unda ham 12-13 marta borib kelishingizga to'g'ri keladi. Uni ko'proq ham borib kelasiz. Chunki biz kechasini ishlaymiz-da. Yana qayta qilishingizga to'g'ri keladi. Qayta qilishga to'g'ri keladi. Vaqt 2-3 qayta, ha? Masalan, avtopilotda bir sira qiladigan ishni avtopilotsiz haydalgan joyda 2-3 marta qayta qilishga to'g'ri keladi. Unda ham o'shanga yarasha malla uchun sarflayotgan xarajatingiz, rasxodingiz yana ham ko'payadi, vaqtingiz ham ketadi. Vaqt ketadi. Keyin o'sha mavsum paytida yerni tezroq tayyorlab, tezroq ekish muhim hisoblanadi. Aniqlik oshadi-da. Aniqlik oshgan yerda sifat bor yerda ish unumi bo'ladi. Shu ishni zo'r. Masalan, aytibman, biz kunduzgi tayyorlaymiz. Yerimiz so'g'a yer, kunduzgi masalan yerga tarpmola urib qo'yamiz, yer yuzini beklab, yumshatib, kechasi bilan yerni tayyorlaymiz, namlik qochib ketmasligi uchun. Agar kunduzgi tayyorlasak, namlik qochib ketadi. Kechda tayyorlagan vaqtimizda shu avtopilot rol o'ynaydi bizga. Chunki kechda misol ko'zingiz ko'rmaydi-ku. Misol chiroqlar ham 1 soat yangi ishga kelgan vaqtingizda 1 soat ko'zingiz tetik bo'lib turgan bilan 1 soatdan keyin baribir kechasini uxtatadi, tongga qarab uxtatadi, ko'zingiz chiroqlar qaritadi, yo'l qaritadi, ko'z qaritadi, top qaritadi. Unda bo'lsa aylanib buraverasiz. Xudo xolasa yana olamiz deb o'tiribmiz. Hozir bitta traktoringizga o'rnatgansiz. Hozircha bitta traktorga o'rnatganmiz. Endi iqtisodiy ahvolga qarab, xudo xolasa belam yana bir yangi traktor olsak, shuni ham birda o'rnatamiz. Yaxshi. Xudo xolasa. Endi qarang, 1 gektar joydan olayotgan hosilingizda o'zgarish qanaqa bo'ldi? Masalan, paxtada yoki bo'lmasa bug'doyda, undan tashqari makkada qanaqa o'zgarish bo'ladi? Hosilda aniqlik avvalambor dehqonni menedine urug'a, eng avval urug'a bog'liq. Hosildarlik urug'idan zo'r bo'lsa, yer ham zo'r bo'lsa, dehqon ham zo'r bo'lgan taqdirda avtopilot foydasini aytaman-da. Ko'p odam aytadi, avtopilot bilan hosilim zo'r bo'ldi. Bu noto'g'ri fikr. Hamma narsasini zo'r narsani tanlaganda, misol 50 sentini hosil olgan bo'lsa, avtopilotda 10 sentini oshirib, 60 sentini olasiz misol. Sababi aniqlik bo'ladi, ertang ekkan vaqtingizda bir xil chiqadi. Xatar aralari bir xil chiqadi. Shuni hisobini 5-6 xatar, 10 xatar ko'proq egasiz. Tip soni ko'payadi. Ertang kultivasiya qilganingizdan ish unumi bo'ladidan kultivasiyada qarshi kengaytirib, kuchaytirib o'tirmaysiz. Bir xil tuzasiz, ketdi. Misol tomor bo'lsa, tomorga bir xil yaqinlikda qo'ysangiz, tomor tegini bo'shatish kerak, misol. Yosh vaqtida yaqinroq, sayroq, qarshi tomor o'sishine qarab, ochib ko'rib, chuqurroq qashirib bo'laveradi, tiyini bo'shatib. Shu paytda aniqlik bo'ladi-da. Aniq yuradi bir xil. Agar avtopilotga kelsa, ular kichik bo'lsa, mana yerda turgan hosillik cho'g'ib o'tib ketadi. Tomorda bir xil kerakli pozitsiyani yumshatib bilmaysiz. Kerakli pozitsiyaga o'g'iz solib bilmaysiz. Shuni hisobini hosildarlik oshadi. Misol cho'g'ib tashlasangiz, o'zi otisingiz qatqaloq bo'ladi, boshqa bo'ladi, chigit ala qolgan yeri bo'ladi, boshqasi bo'ladi. Bir 150 ming, 200 ming tip ko'gatirib olsangiz, uni ham 50 mingini cho'g'ib yo'qotsangiz, o'zi hosillik falon foizi yo'q. Lekin yana o'g'itlashdan birsini uzoq bersangiz, birsini yaqin bersangiz, uzoq bergan yeringizni paxtasi bo'y past bo'lib qoladi, otiz valna bo'lib qoladi. Bir xil chuqurlikda, bir xil yerda kerakli yerni qarshida tuproqda ochib ko'rib, tomorda borganini qarab, tomorga ozor bermay shu yumshatib, bir xil chuqurlikda, bir xil uzoqlikda astan tartib o'zining nesi bo'yicha tartibi bo'yicha ko'rib, yerdan kelib chiqqan, o'simlikning bo'yidan kelib chiqqan. Shuni teyib dori berib borsangiz, paxta bir xil o'sadi, bir xil hosilga o'tiradi, bir xil ochiladi. Ko'p foydasi bor. Misol, agar uni dim erinmaydigan odamga bog'liqdan, erinmay shundan unumli
özünün fikrini uyg'unlashtirib, avtopilot fikri bilan netib boshqarib kerak bo'lsa 20 sentdan ham ziyod olsa bo'ladi. U dehqonning o'zini tajribasini ko'p odamlar aytdi, bir tuzatib bo'ldi. Ur. Ikkinchi kultivatordan shu yaqinlik paxta kattay ketgandan ham shu chiqoliq uraveradi. Endi xuddi o'sha yer, xuddi o'shancha urug' sepasiz, lekin siz baribir qator sonini yutasiz, to'g'rimi? To'g'ri. Masalan, 1 gektarga necha qator ekiladi avtopilotsiz? Misol 100 metr bu deb hisoblasangiz 1 gektarda 100 metrga 100 metr, misol 76likda 131 qator sayatan bo'lsa, misol avtopilotsiz egatan bo'lsangiz, aniqlik bo'lmagandan keyin mejburiyat degan bo'ladi. Kengayib ketadi, boshqa qalash shuni hisobiga 110 qator sig'dirishingiz mumkin. Har kim endi odamning o'zini, ya'ni texnik haydab yurgan odamni 100 qator ham sig'dirib qo'yish mumkin. Ha, 100 qator ham sig'dirib, haydab o'tirgan odamning nesine bog'liqda, u tajribasini, aniqligini. Hozir o'zingiz bilasiz, hamma ITga, saytiga qiziqib bir traktor ishlash qiyin. Qishloq xo'jaligida traktorchi etaman degan hozir yoshlar unga qiziqmaydi. Shuning uchun bor traktorchilardan foydalanib ishlatgan taqdirda ularning hammasi aytganda ham katta odamlar, kamida 35, 40, 45 yoshda aynanda traktorchilar bor. Arzonga ishlamaydi. Yosh yigitlarda yo'q. Shu yosh yigitlar haydatidan bo'lsangiz, ular sabrsiz. Shuni avtopilot bo'lsa, avtopilot ular nega qiziqadi u? ITga qiziqqanda, texnologiyaga qiziqadi. Ular qiziqib avtopilotda haydaydilar. Ham to'g'ri chiqadi, ular e'tibor shart emas. Mana bunaqada endi avtopilot bo'lgandan keyin siz tajribali haydovchiga ehtiyoj sezmaysiz. Ha, mana bildingiz. Masalan, uni falonchi akani kutib o'tirib, u keladimi, kelmaydimi, qanaqa holatda keladi? To'g'ri. Kayfiyati yaxshi bo'ladimi? O'shanga baribir tekst chiqishi bog'liq. Lotchik bo'lsa bo'ldi-da. Ha. Lotchik. Keyin ikkinchidan ular baribir arzonga ishlamaydi. To'g'ri. O'ziga yarasha tajribali bo'lganiga yarasha narxi ham qimmat bo'ladi. O'shandan ham baribir avtopilotda yutib qolasiz, to'g'rimi? 1000 tajribali bo'lgan taqdirda texnikaga tenglasholmaydi-ku baribir. Misol tajriba hozir zamon talabi shu, endi misol zamon talabi shu bo'lgandan keyin aniqlik bu Sputnik ishlab turibdi. Necha yerdan olib turibdi u misol. Yerdan izini. Ko'rib turibsiz, mana foydasini sezib turibsiz, lekin bu avtopilotni hali ham ko'pchilik fermerlar o'rnatgani yo'q-da. Почти 90% deyvering. 90% odam o'rnatgani yo'q. O'rnatgani yo'q. Undan ham ko'p bo'lmasa. Masalan, o'shalar nima uchun o'rnatmayotgan bo'lishi mumkin? O'shalarga nima ayta olasiz? Shu o'zimiz fermerlar bilan gurunglashdik, necha yildan beri aytaman. O'rnatinglar, zo'r o'rnatinglar deb aytamiz. Endi bilmadim nima uchun o'rnatmayjani. Iqtisodiy ahvoli netmitan so'nggi vaqtlarda mana paxtani plamdimam baland emas. Baland bo'lmagandan keyin avtopilot puli ham juda qimmat emas. Unda oldinlar qimmat edi. Endi hozir Xudoga shukr, bultir misol bizlar 5,5 mingga olgan bo'lsak, bu yil mencha ishimiz bo'yicha 4 ming misol. Bu unchalik ko'p, misol siz sotuvchisiz. 10 ni sotsangiz 1 yilda yashashingiz kerak, ustidan 1000 so'm qo'yib sotasiz. Siz 100 sotsangiz 100 so'm qo'yib sotasiz. To'g'rimi? Shunaqa. Ko'p sotsangiz, unchalik ko'p sotsangiz, zavod ham shuni, unchalik ko'p sotsa, shunchalik tan narxini tashlaydi, pasaytiradi. Hamma arzonlab qoladi. Hali bu vaqtina borib $1000 ga tushib qoladi bu. Men hisobim bo'yicha bir 2 yilga $1000 bo'ladi. Hech kim qiynalmaydigan bo'ladi. Buni remont ham ettirmaydigan bo'ladilar. O'zi bu anaqa avtopilotni ishlatish, masalan, bir xillar yangilikka unchalik ochilmaydigan odamlar bo'ladi. Uni o'rnatganim bilan men ishlata olamanmi deb o'ylash mumkin. Bir yoshi katta anaqalar. O'sha ishlash mexanizmi qanaqa? Qiyinmi yo oddiymi? Telefondan sotib qo'y. Telefondan olsan. To'g'ridan, telefondan olsan. Anaqani ko'raylik, telefondan olsan. Nima bo'pti? Hozir sizniki liniyalar tekis. Bu bitta anaqa qilib bering-da, masalan, avval mana shu selka qo'yib ekish jarayoni qanaqa bo'lardi? Hozir qanaqa? Unda ketayotgan vaqt, asabiylashish, tekislikni olaman deb ketadigan vaqtni bitta tushuntirib bering avtopilotdan oldingisini. Oldin shu nima ish qilardingiz, qanaqa qilardingizlar? Shu aytaman, chetdan tashlaydik, markor suzamiz deb yuramiz, bir kun yurataydik, shu yerga kelmaydi edik. Bu yerdan shu otizdan boshladik, avtopilot olgandagi eng birinchi ekkan otizimiz. Turgan shu yerdan keldi, chetdan neni oladigan, zazordalardan belgilaydi, misol, tochka deb belgilaydidan dalandan chetdan boradi. Bu tochka deb belgiladi. Uje belgilagan vaqt aralıqda belgilaysiz. 76 mı 76.
Tamam, ketdi aşağı chetine edim. Уже kompüterinde ekranda çizib taşıdı. Şu yerden ketadi, so'ng chiqsa qayerdan tushib keladi. Nereden ketadi? O'zine qulay yer bo'lsa shu yerdan ketaveradi. Oxirida hammasi nol. Masalan shu arası 76 ming. Hammasi 76 chiqadi. Masalan, 1 santi menga aytib ketdi, 2 santi razniца qiladi dedi. Lekin bilmayman, bizlarda balki Sputnikka nisbatan bizlar joylashuvimiz yaxshimi? Bizlarda 1 sant razniца. Endi bu yerda tekisligiga ham bar bog'liqda. 2 santimetrgacha aniqlikda ishlaydi degani u 2 santimetr aniq xato qilib ishlaydi degani emas. Xato qilganda bitta ikkita joyda xato qiladigan bo'lsa ham o'sha 2 santimetrgacha xato qiladi. Hozir men liniyangizni ko'rib turibmiz, tep-tekis. Tep-tekis. Endi bunda o'sha avvalgi jarayonni bitta ayting. O'sha tekis qilish uchun nima jarayonlar ketgan, nima texnikalar qo'llagansizlar, qanaqa asabbuzarliklar bo'lgan. Bir boshdan bo'ya mana bunaqa bitta 3 ta joyadan ekib ketdingiz, selka bilan 4 tadan ekib ketdingiz. Uni tekis chiqarish qanchalik murakkab bo'lgan и undan keyingi yonidagi jo'yakdan tushib, men buni orasini yana bir xil olish qiyin bo'lgan. Qanaqa jarayon qilib ishlagansizlar? Hozir ham misol 4 chiziqdan ekib ketdi. So'ng bu yoqdan keladi, bu yerdan misol ochiq qolib ketadi yoki qisiq qolib ketadi. Qiyin, baribir ola olmaysiz uni, qiyin-da. Точно 76 bola men haligi eng zo'r haydovchi bo'lsa ham ola olmaydi. Odam kuchi bilan. Undan keyin yana shunda ketaveradi. Ayol aytganimdek 130 qatorda undan 120 qator sig'adi, shuni sig'adi. So'ng o'zingizdan kultovasa qilganimizda misol 4 qator bo'lsa, mana 4 qator. 3 qatorga urasiz, 4-qatori yarmini uradi. Chunki bu 50-ku. Yerlayib ketgandan keyin yarmini urib beradi. Chunki buni paxtadan uzoqlashib ketmaslik kerak. Faqat bundan keyin yana shundan qaytib keladi kultovasa. 2 marta ishlov bo'ladi. Bir qator rastdan. Hozir biz endi serkada eksak 4 qator ming, bu 5-qator endi o'rtalikda. 5 qatorda urg'atan aytib qo'yibmiz kultivatorda, 5 qator. Bu yerda chunki ulug'lik kichili yo'q, buni farqi yo'q. Ertaga egib chiqqanda hech kim topa olmaydi buni. Digilchakda balonni izidan topmasa, bir tushunadi odam, boshqa odam buni topa olmaydi. Mesela bir kultivasiya qilganimizdan keyin bu yerda bir ham tovoni boshidan sanab turib, mana shu yerda deb aytish mumkin. Taxmin aytadi undan. Atız o'rtasidan tushib, qani liboveren mejuriyat ne desang topa olmaydi. Mejuriyat yo'q. Avval 3 chiziqdan urgan bo'lsa, hozir 5 chiziqdan uramiz. Kultivasiyada taxminan necha foizlar qilib ketish mumkin? 20% qiladi. Agar bir cho'ntaqroq bir ne bo'lsa shunda o'zimiz ham shunda yillar bo'ldi. Pashti bir 30% paxtani chop tashlagan vaqtlarimiz bo'ldi. Men endi Qo'chqor akani uyiga, ya'ni texnikalarni oldiga keldik. Aynan shu texnikaga avtopilotni o'rnatgan ekanlar. Hozir bu yerda qanaqa narsa turibdi bu orqasidagi? Bu mulcher bu. Paxta nima? Poya maydalagich. Poya maydalagich? Poyalarni maydalab tashlaydi dalagada. Surishdan oldin yerda surasiz-ku, lemkent piliq bilan. Shundan oldin o'sha poyalarni chavoqlab yerga yem qilasizda, o'g'it. Ha. O'shanaqa mana qilib, mana mayda qilib yerga o'g'it qilib tashlaydi. Ha, maydalab yerga o'g'it qilib beradi-ya? Ha, yerga o'g'it qilib beradi. Ha, tushunarli. Bu anosini siz sotmaysizmi? Nimasini? G'o'zapoyasini. G'o'zapayasini. Yo'q. Shu g'o'zapayasini pol yerda o'ziga aniq ko'rasiz. Yerdan dam olish kerak-ku. Yerdan quruq hosilni olaversangiz, yer bachirmak bo'lib qoladi. Ha, yer gumus bo'lmaydi. Bu gumusda bu, misol. Ha. Shu narsa turadi, tuproq tegina tashiydi, puluq tuproqqa aralashtirib ketadi, bu chiriydi. O'g'it bo'ladi. Tabiiy o'g'it. Tabiiy o'g'it. Bakteriyalar o'shaning ichida yashaydi, so'ng chernida yashaydi. Misol paxta bo'lsin, g'alla bo'lsin, kasalliklarga kam chalinadi. Shuning uchun buni yerga o'g'it qilib tashlaydi. Yerga faqat yerdan olaverish kerak emas, yerga berish ham kerak-da. Berish kerak, yani so'ng o'g'it bo'ladi. Buni ulaysiz. Ulimizdan maydalab yerga yoyib, ustidan yerni surib tashlaydi-da. Shu apparatga o'rnatgansiz. Xudo xolasa ushbu videoni ko'rib turgan barchaga 23-fevral kuni katta onlayn taqdimot o'tkazyapmiz. Taqdimotda shu avtopilot bo'yicha, traktorlarni avtomatlashtirish bo'yicha Eldor Egamberdiyevni o'zi hammasini tushuntirib beradi. Shu videoni opisaniyasida Telegram silkasini qoldiramiz. O'sha Telegram silkaga o'tib kuzatib tursalaringiz 23-fevralda katta onlayn taqdimotda hammasini tushuntirib beramiz.